PyCharm'ni tushirsangiz mahorat keladi mana narsa. Endi mishaga Python programini yozishga boshlasangiz bo'ldi. Python programı shunda asan xohlagancha bezaverasiz. Masalan, bismillah deb boshlablar. Buni cho'qim yozgandan keyin ABM degandek buni save as deb tushirasiz. Tushirganda saqlaysiz. Saqlagan deysangiz bo'lsin checkit py men hello deb ism qo'yib checkit py deb boshlaydi. Checkit py deb OK'ni bassangiz shu yerda tushadi. Buni ijro qilish bir qancha yo'li bor. Mega runni ichib, mana bassangiz hello run assangiz, mana bismillah deb menga chiqdi. Ijro bo'ldi. Uningdan boshqa xohlasangiz uyg'urcha xat yozsangiz, uyg'urcha xat yozsangiz bo'ldi. Masalan, yozib buni yana bir ijro qilish shift bilan F10 ni bassangiz bo'ldi. Mana "Hey, yaxshimisiz?" desangiz, "Yaxshimisiz" deb chiqdi. Bu xohlagan tilni yozib, bildigan tilingiz har qanday tilni yozaversangiz bo'ladi. Konnichiwa deb yaponcha yozib qo'ysangizmi, yozib baqsangizmi ijro qilib chiqaraverdi mana xohlagancha. Python bir xil sal kaldi kattaroq. Bu nimasi qanday nimani yozsangiz, xato yozib qo'ysangizmi, mana to'pikani chekit qo'yib qo'ysangizmi, bu ijro qilaverdi. Masalan, men qo'shikni o'rniga bir chekit yozib qilib bonjour deb yozsangizmi, o'xshashli ijro bo'laverdi degan gap. Yaxshimisiz? Undan boshqa sonlarni yozsaqmi bo'ldi. Albatta sonlarni bevosita yozaversangiz bo'ldi. 1 2 3 4 5 deb. Buni ijro qilib baqsaqmi o'xshashli chiqaveradi. Mana shunday oson. Bundan boshqa yozish yana bir usuli bor, osonroq bo'lsin desangiz. Masalan, menga bir ism deb qo'yib, menga hello deb yozaylik. MD ism. Mana ijro qilsak o'xshashli hello deb chiqdi. Bu nima demakchi bo'ldi desa, hello degan qiymatni ism deganga badiydi deymiz. Undan boshqa yana bir qancha davomli ko'rib boqaylik. Masalan, son to'g'risida yozib boqaylik. Masalan, 1000 sonlarni yozdik. Yana print son deb yozaylik. Endi buni ijro qilib baqsaq, ijro qilishdan burun saqlashni unutib qolmasak, Ctrl S ni bossangiz bevosita saqlanadi. Demak, bu shunda chiqaveradi degan gap. Undan boshqa harflarni yozsaq ham bo'ldi. Masalan, harf deb ism qo'yib, masalan, voy deb bir harfni yozib qo'yib, print qilib harfni bossak, qarasak mana ijro bo'laverdi. Endi bu nima ish qilyapmiz desa, tangning o'ng tarafiga qarang, maqsadlarni. Tangning o'ng tarafidagi sonlar borki, harflar borki, mana jumlalar borki, so'zlar borki. Bularning hammasini yig'ib programmada data deb ataymiz. Agar belgining keyinda xat yozsangiz, Python parvo qilmaydi. Ya'ni ijro bo'laveradi. Bu tushunishga oson bo'lishicha yozib qo'yib. Bularning hammasi o'ng tarafga hammasi data deb ataymiz. Datalar turga bo'lindi. Birinchisi qanday bo'lingan bo'lsa, birinchisi songa, sonning number deymiz. Ikkinchisi so'z jumlalar nima deydi? String deymiz. Manichu character deymiz, ya'ni harflarni. Hamda tangning o'ng tarafidagi musha datalarni so'ng tarafiga beradi. Ham so'ng tarafga ma'ni bo'lsa, buni variable deymiz. Demak, o'ng tarafidagi data bo'ldi-ki, so'l tarafidagi nima? String bo'ldi. Qanday data? String data, qanday data? Number, son data, qanday data? Character data. Bu xuddi o'ng tarafini bug'doysangiz, so'l tarafidagisi tag'atsangiz bo'ldi. Ya'ni variablelar datani saqlovchi. Xuddi bug'doy tag'at saqlangandek, variablelar datalarni o'zining ichida saqlaydi. Demak, Pythonda shu datalarning turlari bor. Asosiy turlardan birinchisi nima borki biz ko'rib bo'ldik, number sonlar borki, ya'ni ikkinchisi nima borki stringlar borki, characterlar bor. Uni stringning ichiga kirgizaymiz. Uningdan boshqa yana nima bor desa, list bor. List degan tizimlik degan gap, xuddi mundarijdak. Uningdan boshqa tuples bor. Tuples listga o'xshashli narsa. Dictionary bor. Dictionary degan lug'at degan gap. Tuvanda hozir 5 turni ko'ramiz. Ya'ni bu nima bo'lib ketganda, ya'ni datalarning type, datalarning turlari. Tuvanda hozir shu dataning 5 turini ko'ramiz bir-birlab.